Ana to'shqan bilan bola to'shqan. Roziyat bayramining arpa kuni ana to'shqan xo'shal holda yo'ruq, azoda yashil kapsida omoq qizi Aqbo'jan bilan televizor ko'ryotdi. Tuyuqsiz butun diqqati bilan televizor ekraniga maqtaq tikilib o'tirgan Aqbo'jan qo'rqqanidan o'zini onasining bag'riga atdi. Chunki televizor ekranida g'oyat zo'r bir g'alati maxluq xuddi uni hop qilibla yevdidigandek qilardi. Tug'ilib maktabga kirguncha bundaq cho'ng, qo'rqinchli maxluqni ko'rib baxmagan Aqbo'jan aralli ko'zini yumib ulgurgan edi. Ana to'shqanga umoq qizining bu qiliqlari g'alati tuyulib, Aqbo'jandan so'radi. "Idin qizim bo'janchoq, hayvonlarga pek amroq. Nechun amdi ko'rmaysan? Bo'lib qopsan qo'rqinchoq." Aqbo'jan kuyimchan onasining o'zining televizor ekranida chiqqan halqa maxluqni ko'rib qo'rqqandan kirpidak tugilib ketganligini sezib qolganligidan xijil bo'lib, onasidan asta so'radi. "Eda ana boyamqi, ko'ringini qay hayvon? Ajoyib cho'ng maxluqkan. Bilib olay, men obdan." Ana to'shqan umoq qizining baya televizor ekranida chiqqan dinozavrni ko'rib, shunda qo'rqib ketganligini his qilib, uningga tushuntirishga boshladi. "Qizim, bayam sen televizor ekranida ko'rgan u maxluq buningdan 100 necha million yil ilgari yer sharida yashagan dinozavr bo'ladi. Tadqiqot natijalariga asoslanganda dinozavr Trias davrining o'rta keyingi mezgilda paydo bo'lgan. Ayni zamondagi Yura davri va Bor davrida hayotlik intayin gullagan bo'lib, bu davrlar o'rta hayotlik davri deb ataldi. Dinozavr mushu davrdagi jahonning hukmroni. Shunga bayon biz aytib o'tgan o'rta hayotlik davri ko'pincha hollarda dinozavr davri deb ataldi. Dinozavr bir xil o'milguchi hayvon bo'lib, umurtqali hayvonlar jamiyatining asosiy hisoblandi. Dinozavrning tarqalish doirasi intayin keng bo'lib, u dunyoning hamma yerida yashagan. Amerikalik mashhur ilmiy fantaziya yozuvchisi Isaac Asimov dinozavr hamma yerda bor degan maqolasida dastlabki dinozavr taxminan 225 million yil ilgari darajadan tashqari cho'ng quruqlikning hamma yeriga tarqalib yashash fursatiga erishib, taxminan 200 million yil ilgari cho'ng quruqlikning 4 bilak parchalanishidan dunyoning hamma yeriga tarqalganligini aniq aytgan. Afrika va Jungo qatorliq davlatlar tanglik dinozavr yurti hisoblanadi. U zamonlarda dinozavrning tini intayin cho'ng bo'lib, eg'irligi necha 10 tonna keladigan. Cho'nglari tomdek bo'lib, eng kichiklarimi to'g'odek cho'nglik tishgan. Masalan, qushsimon dinozavr. Odatda dinozavrlarning turi to'liq ko'p. O'z vaqtida ular go'shtxo'r dinozavr va o'txo'r dinozavr deb ikkiga ayrilgan. Dinozavrlarning hammasi tuxum orqali ko'paygan. Terisida qizroq yoki so'ngak plastikasi bo'lgan. Hozir uning nasli tamoman qurib ketgan bo'lg'achqa, uni biz tugul ulug' buvanglarmi ko'rgan emas. Dinozavrlarning naslining qurib ketish masalasida buningdan taxminan 65 million yillar ilgari yer sharida g'oyat zo'r suqilish yuz berib, nurg'un chang-to'zonlar yer yuzini qoplab olgan. Oqibatda nihoyat uzoq mezgilgacha yer shariga kun nuri yetib kelolmagan. Balkim shu chog'larda yer sharida dinozavrni o'z ichiga olgan nurg'un jonliqlar halok bo'lib
nasli qurib ketgan bo'lishi mumkin. Qizim, dinozavr bilan yanada tafsiliy tunishishni xohlasang, Isaac Asimovning dinozavr to'g'risidagi hamma maqolalarini bir qatimdan o'qib chiqqaysan. Bo'ldi, dadangning mu ishdan tushadigan vaqti bo'lib qapti. Jur qizim, kechlik tamoqqa tutish qilaylik. Oq böcen anasidan dinozavr to'g'risidagi bu qiziqarli hikoyalarni anglab, dinozavrlarning naslining qurib ketish sababini bilib oldi va anasiga ergashib oshxonaga mangdi.